Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tug'anlar qandaysizlar? Bugun tag'in bir video chiqarib qo'ysam. Bekarchilik zeri işte. Endi kimga yoqsa ko'rsin, yoqmasa ko'rmasin. Podpisatsiya bo'lganlar podpisatsiya bo'lsin, podpiska degan yerda bossanlar podpiska bo'ladi, podpiska. Shu qo'ng'iroqni bossanlar yaxshi bo'ladi. Podpisatsiya bo'lganlar yaxshida. Kerakli videolar. O'tgangi videomda gilasni changlashi yönünde bo'ldi. Mana endi qanday daraxt ekish, qaysi uyga qanday daraxt eksa foydasi tegadi. Qaraganda, manani ekpepmda, manani ekishim kerak deganda chiqadi. Shuning uchun boshladik endi. Bismillahirrohmanirrohim deb. Tug'anlar birinchi bo'lib uyga mana qo'rg'onda atroflariga sekin aylana qilib buzum ekkilar. Buzumlar qiluvdan avatar, manikyur, daha nima deydi, daha Lamborghini deganlar bor ekan. Shulardan ekish kerak. Shulardan eksangiz yaxshi bo'ladi. Qo'rg'on kimdi qo'rg'on katta jalon bo'lsa olmadan ekish kerak. 2-3 tup. Mende fındık var. Fındıktan ekish kerak. Evet, bu ekishni keyin oxirida nima uchun unda ekish kerakligini aytaman. Nak bor, almorod deydi. Bizda Qirg'izlarda, O'zbekistonda nak deydi. Ko'chalarda nak deydi. Shundan ekkanman 3-4 tup. O'rik bor, shaftoli bor, yejevika bor, fındık bor, olma bor, smorodina bor, malina bor, üzüm bor, gilas bor. Xudo xolasa, dag'in nima bo'lsa egazda ko'ydiramiz. Jeringer bo'lsa 10 gilas ekkinga yo'ltiq bo'lsa ko'p ekpeglar. 10 tup. 13 tup gilas. Arasini kengroq qilib volavoy, eng yaxshi sort volavoy bu. Shuning ichiga hozirgi zamonda aytish o'tadi-ku, changlatadi deb. Skina dan shunday narsalar. Shuni qo'shib ekib qo'yinglar. Mayli, u ham yaxshi. Changlatadi deyishdi, endi changlatgan yaxshi. Biroq changlatgani pagoda yaxshi, eng yaxshi. Vaqt soat kelib skinani qo'shib ekkanlarda endi maydalashib ketadi deydi. Laboratoriyada o'tgan narsada nimaga deganda volavoyda sovog'i uzun bo'ladi, ichidagi gulini ichidagi naychasi ham uzun bo'ladi. O'shaning uchun changlashi qiyin bo'ladi deyishadi. Hadi nima deydi? Sovog'i uzun bo'lsa, naychasi uzun bo'lsa, changlaganda hali nimasi urug'i jetib borgacha kun issiqda kuyib qoladi-da. Endi mana shunday qilib agrotorda ekkilar. Gilas ekkilar. Ona menda fındık bor. Fındık, o'zimbosh, pirojok, trapezond. Bu Qirg'izistonda yo'q вообще. Kim biladi bo'lsa ham kimdadir bordir, uni men uqqanimda ola. Bu Palina degani bor, nimada bor? Bishkekda. Bishkekda Palina degan sorti bor fındıkda. Alloh ko'p bo'ladi. Mana fındık ekkilar. Qishda yeysinglar maza qilib. Endi keng talada jeringiz bo'lsa, o'shaning bir 20 sotik bo'lsa, misol 20 sotik bo'lsa, 20 sotikda aylantasiga jang'oq ekish kerak. 50-60 tup jang'oq.
жаңғақ ирибейт, чирибейт, анча-мунча куртап түшпейт. Тәги гөн салып, яшылап, карап, суыны коюп турса, жаңғакты өзүңөр билесиңер. Кайрагы болот өз жаңғак көчөт. Бир чоңоюп алгандан кийин өзүнө-өзү көгөрө берет. Тем более үлүштөрдө. Үлүшкө коюлган сууларды ичип ham той кыла берет. Кышта балаңар, неберелеңер, меймандар, базар дегендей нерсеге ыңгайлуу кол келет да. Анан кийин гилас. Енді азыр гилас трендке чыгып кетти да андай. Ким гилас иксе бардыгы ошонун аркасынан гилас эгем деген гилас. Гилас иккиле. Арасын кеңироп койгула. Илажы болсо 20 сотук болсо 20 сотукка 10 туп гилас иккиле. 10 туп гилас жетет. Битте семейге ушуна жетет. Законный алып берсе билесиңерби? Жетет. Биз жаштыгыбызда ошо үйдө 5-6 туп гилас нормальный болот да. Азыр ham нормальный болуп атат кээ бир үйлөрдө. Onu ичиге анан кийин эме эгесиңер. Жүзүм эккиле. Жүзүмдү базарда кышта тура тургандан. Мисал, маникюр фингер деп атат азыр. Мынау аватар, Үсейни дамский черный деп коет. Дамский пальчик деп коет. Үсейни шандой кылып. Ассортимент ушундай эгиш керекки. Жыл башталып майдан кийин сатышты башташ керек да. Күзгөчө териш керек да. Гиласты тыгычтып эгип алып, энди неме кылсак экен? Энди тагидagi бедени уруп күзгөчө жыйнашыбыз керек. Беде болсо 300 сомдон сатаман деп жатпастан бедени териш керек. Бедени териш керек дейм да. Гиласты терип саткандан кийин угуп тургула. Гиласты эгип саткандан кийин фундук таяр болот. Фундук секен тересиңер. Фундук терип алганыңардан кийин жүзүм таяр болот. Жүзүмдү тересиңер. Жүзүмдү тергенден кийин жаңгак таяр болот. Сентябрда, август аягында, сентябрда жаңгак таяр болот. Анан кийин алма таяр болот. Ана ошондой ассортимент кылып эгиш керек да. Мисалы 20 сотук жериң болсо, ошойтки 10 та алма, 3 рет жүзүм, 3 рет фундук, 3 рет жаңгак же айланасыга коргон кылып жаңгак тексеңер болот. Энди эккен адамга билинели да. Ошондой кылсаңар силер жазда жайда пишкан гиласты сатасыңар, фундукту сатасыңар, керек болсо үйгө коюп койсоңор тура берет. Килограмм 600-700дөн фундукта сортовойду эгиш керек. Меркедага кылып эмес, меркедака фундуктардан. Узенбаш, пирожок, трапезунд. Ana şulardan эгишек. Булар эмеге дегенде чоң болот, ширем болот. Мына эттеди көчөдө чыгып алып сатышып аткандар, булар беттеги бардыгы жайлары. Башка жерде чыгып калгандар. Мен вообще көрбөдүм, менде өзүмдө бар. Немеде мен эмеге дегенде Кырымдан алып келгенмин. Кырымдан. Эмерсинов Ильяс деген бала
Fundukçu. Yaxshi bola, imondu, insofli bola, zo'r bola desagan bo'laveradi. O'sha bolada 5 gektar, 6 gektar funduklari bor endi soqtirishadi. 400 rubldan, 500 rubldan sotdim endi onu o'zim biladi. Albatta. Derdimde içimdeki düşman derim degende. Şunday. Tuğanlar. Funduk bir en zorlusu kıştayam, açarçılıktayam. Yese bo'laveradi. 1 kilosini jesang 1 kilo qo'y go'shti yegan bilan teng deydi. Jong'oq 5-600 kilo jong'oq qo'ysangiz qanchalik foyda bo'ladi? Jong'oqni ham 200 so'm, 300 so'm sotarsangiz da qishda jo'qchilikda sotiladi. Bu gilasni erta bardela shu mayda iyunda sotib olib, maza qilib sotdim endi bedeni sotaman deb bedeni kuzgacha qishgacha to'p-to'g'risdan shunday ekkilar. Olma, fındık, üzüm, gilas. Şu o'chirildi menim terilib ketsin. O'chir menim terilib ketsin. Mana meniki mana fındık. Jannada gilas ekdim. Mana olma boyka. Oyda nak var. Nakda oldida yejevika var. Yejevikaning oldida shaftoli o'rikleri var. Mana hozir ko'chat qilyapman avatarda. Düzüm. Avatarda ko'chat qilib mana shu qo'rg'onimni aylantirib egib chiqaman. Mana bitta xonasi. Jinayjili balık qilaman. Bilasizlar. Balık bir juda omega 3 deydi. Omega 3. Balda nevreler jeb turish kerak. Közge paydası var. Davleniyaga paydası var. Ama bu işte to'xtab turasizmi? Ne ko'rdinglar? Yejevika bor. Fındıklar bor. Nek bor. Shunday to'g'anda. Bizni jellar mandaqa jer. 3 kamas qum to'kkanman. 3 kamas qum. Mana yoqdaga jetmay qolgan. Shuning uchun toshlar ko'rinib turadi. Salomatda bo'linglar, shunday men aytgandek qilinglar. Jamalat o'tganim yo'q. Bu narsalar deksanglar darilash oz bo'ladi. Fındıkda dari 2 jo'l seviladi. Üzümde şiresiga sho'rg'a seviladi. Gilasda qurtiga seviladi. Alma o'rikda qurtiga seviladi. Shunday. Qarash kerakda, qarash kerak. Qimildash kerak. Foydalanish kerak. Bitta gilasdan devli gilasda barcha qo'yib tashlayverish kerak emas. Mana misol O'zbekistonda Oltiariqda düzüm deyishib hozirgacha ayilga borsam shunday bitta rayon düzüm, ko'chada yursang ham düzüm, uyga kirsang ham düzüm. Sholar düzümni qarashadi. Birovni uyga kirsam men otasidan qolgan düzümü var ekan, otasidan qolgan düzümü var ekan. O'g'ib turg'anlar. Bir tüp düzümden 700 kilo düzüm teredi ekan. Bir tüp düzümden 700 kilo. Sizlardan bir tüp 2 tüp yeyip koyarlar. Baldar jeydi, nevreler jeydi. O tatam mananda qilgan ekan deb nevreler suyunadi. Otam manda qilgan ekan deb nevreler baldar suyunadi. Şu gilas deganlarga olib tagiga jotib olib mana shu gilas. Shu mana gilasdan foyda bo'ladi. Bu emas. Men aytmoqchimanki, assortiment qilib eksa yaxshi-da. Bekardan gilas egib tagiga bidani sevib jotmasdan
Köp narsalar değiş gerek. Kışta gerekli narsalar değiş gerek. Kışta kış için gilas satıp alıp kış için bazardan satıp alıştan göre şu bazarga Kürgülügot bazarda bir narsa sata turgan Kürgülügot şu bir narsani alıp jey turgan kılıç kerak da tuğanlar. Mayli salamat boğula. Ben söylesem dağını söyleyövetkensinler, vacirayövetkenler gengiri var. Gengiri başı, pengiri başı dep жүрüp geliyor. Endi men kolumdan iş kelbey koygan hazır. Ketmen karmay albayman. Shunday agaratda ishida жүрölбейм bolsam men. Agaratda yerdi kindigini üzüp ala turgan adam edim. Ozu ko'rib qolganman endi. Mayli salomat bo'g'ila. Hech kimga o'rvag'ila. Hech kimni boshiga o'g'irlik solmasin. Buni men yaxshida maslahat berib o'taman. Shunda qilg'ala. Fundukdan emek kelir. Fundukni bilasizlar, fundukni to'g'ri ishi bor, unchalik olmaymiz. Biz iki yo'l daritchasilar, zato bilasizlarmi? Satqanda qanday sotiladi? Bozorda 600-700, optimga 500 dan olib ketganda ham o'sha 1 gektar yerga misol turistga qilib eksang, 4 tonna, 5 tonna funduk olsang, endi o'ylab qo'yaverdi. 2,5 milyon yes degan bu. 2,5 milyon yes degan. Funduk shunday salqinroq daraxtlarni ichiga egilsa, o ikkinchi yarısdagi nimada, ikkinchi yarıs degan sayat yeyib daraxt atrofida daraxt bo'lsa, yaxshi o'sadi. Hali quruq cho'lga olib borib yeyib qo'ysang, unda kunda kuyatda bartar. Bo'ladi endi. So'zni qo'yib turish kerak unda qajelar. Mayli salomat bo'g'ila. Sog' bo'g'ila. Kimki funduk alam dey turamiz, zakaz qilsin. Zakaz menim ko'chatga beraman. O'zim bosh, pirojok, trapezont, bergi ko'chatlarimni borlig'ini tarqatdim. Satqanimni satdim, berganimni berdim. Qizlarimni uyiga nevaralar cho'ng'ayganda jeyishdi. Qizlarimga borib egishdi. Sizlar ham ekkilar, iloji bo'lsa gektarlab ekkilar, gektarlab. Adavli gilas cho'ngday ekan cho'ng. Bu funduk bilasizlarmi? Yanvarda gullaydi. Yanvarda oyog'ida gullashni boshlaydi. Mayda darichachasin. Dalganosik degan narsaga. Shunday. Asli ko'p. Bu yilda ko'rsataman sizga mevalarini. Bari videolarimni topib ko'rsanglar chiqadi. Mayli salomat bo'g'ila, podpisatsiya bo'g'ila. O'ylanib yuraveringlar. Birov aniqda bir narsa bor ekan, chaqirib yugurib ketaveringlar. O'zingizda ham boshingizda borni qilinglar. Biroq mana shu maslahatim yaxshi. Har narsani ikkilar. Bir narsaga jotib olinglar. Salomat bo'g'ila.